Assalomu alaykum hörmətli ustozlar. Texmi köp narsalarni bilish, texmi köp ishlarni qilish va texmi köp tushuncha hosil qilish uchun tirishayotgan suyimli do'stlar, kechkinlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning biz nimishqa do'stlarga muhtoj degan qismini o'qib beramiz. Kitap yazgıcı Doktor Erkin Sidiq Avazda İstanbul'dan Leyla Kız. Kitap okulgan gün 2018 yılı 4. oktyabr Peyşembe. Biz nimişqa dostlarga muhtaç. Bizni dostqa ehtiyaclı kıldıgan 15 sebep. Doktor Susan Cruz Amerika'daki University of Massachusetts Amherst diyen üniversitenin psixologiya ve meni ilmi profesörü bulup, o hazırgacha xalqarалық ilmi tədqiqat jurnali ve kitaplarda 160 parçadan artıq ilmi maqala e'lon qilgan hamda 16 parça kitap yazgan. Onun bir qism kitaplari texmi köp nashr qilinib, başqa tillarga tarjima qilingan. Onun bugungi psixologiya degan tor betida har qanday yoshda Natija yaratish degan bir blog bar bulup, u shu blogda 2013 yılı 26 martda bizning do'stlarga muhtoj bo'lishimizga 15 sabab degan temada bir parcha maqola e'lon qilgan. 4. Men tuanda shu maqolaning asosiy mazmunini bayon qilaman. Psixologiya ilmida eng muhim o'rinda turadigan Ama tushunilishi eng tegiz bo'lgan sohalarning biri do'stlarning bizning hayotimizga roldan iborat. Hozircha elib berilgan do'stlik haqidagi tadqiqot asosan kichik bolalar va o'smirlarni ko'zda tutib keldi. Ta'limimizga yarasha Abdur Karlin Flora'ning Do'stlar ta'siri degan yangi kitobi yuqoridagidek bo'shliqni to'ldirdi. U öz kitabida do'stlik haqidagi keng doiralik akademik ilmiy maqolalardagi mazmunlarni bir yerga to'plab, uning o'z bilimlarini qo'shib, bir qism kishilar bilan maxsus suhbat o'tkazib, do'stlikni hamma sohalari ustidan mukammal tekshirish elib bordi. Do'stlik hayotning eng muhim va eng tez tushunilgan taraflarining biri bo'lib, agar siz uningdan gumon qilgansiz, Flora'ning kitobi sizni qoyil qildi. Xo'shallik yoki baxt masalasiga kelganda, sizning do'stlaringiz halqiliq rol o'ynaydi. Men do'stlarning ta'siridagi eng muhim bilimlarni suzib chiqishga urinib baqdim. Agar siz do'stlarning ta'siri haqida to'liq bilimga ega bo'lishni istasangiz, men sizga shu kitobni to'liq o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Bu yerda men faqat do'stlarning muhimligining 15 sababini qisqacha tushuntirib o'taman. 1. Do'stlaringiz sizga o'zingiz o'ylagandan jiq ko'p jihatlarda ta'sir ko'rsatdi. Flora do'stlarning ta'sirining mundaq izohlagan, u nihoyat kuchli hamda ko'pincha vaqtlarda qadrlanmagan burunqi va hozirgi do'stlar o'ynaydigan rol bo'lib, shu rol bizning o'zimiz haqidagi tushunchamizni va hayotimizning buningdan keyingi yo'nalishini belgilaydi. Mayli siz his qiling yoki his qilmang, do'stlaringiz sizning hozirgi kimligingizni shakllantirib beradi. Siz hatta burun siz bilan do'st bo'lib, keyin do'stliqlar uzib qolgan kishilarning mahsuloti bo'lsiz. 2. Do'stlar sizga kam bo'lsa bo'lmaydigan hayot iqtidorini ata qilalaydi. Do'stlar sizga o'z hayotingizda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni ata qiladi. Do'stlikning ko'plagan qo'shimcha foydasi bor bo'lib, ular sizning zehningizni echish, sizni texim ko'p baxtli qilish, o'zingizni yaxshiroq tushunish, nishoningizni amalga oshirishda madadga erishish, kasbingizda yuqori pallalarga chiqish, o'zingiz uchun bir romantik juft tepish hamda uzunlik va sog'lomroq yashash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 3. Balliq davringizdagi do'stlaringiz sizning o'rganish jarayonini boshlashingizga turtki bo'ladi. Sizga xalqiliq taraqqiyotlar sizni kichik vaqtingizda yuz berishga boshlaydigan bo'lg'achqa,
Aşu davrdagi do'stlaringiz sizning taraqqiyotingizda kam bo'lsa bo'lmaydigan rolni o'ynaydi. Do'stlar bizga hayotning muhim qobiliyatlarini o'rgatib, bizning hayot hikoyamizning qanday bo'lishini belgilaydi. Flora ota-ona va o'qituvchilarga mundaq ishni tashabbus qiladi. Balalarga oldin belgilangan ishlarga zo'rlanmay, o'zlarining ijtimoiy munosabatlarini barpo qiladigan erkin vaqtlar berilishi kerak. 4. Yoshlarning do'stligi ularning keyingi romantik munosabatining qanday bo'lishini belgilaydi. Garchi ota-onalar ko'p vaqtini o'zining necha 10 yoshlik balalarining kimlar bilan aralashib o'tayotganligi ustida ansirash bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, yoshlardagi ashundaq munosabat ular uchun bir cheniqish maydoni bo'lib, ular cho'ng bo'lganda o'zlarining romantik munosabatining qanday taraqqiy qilishini belgilaydi. Shunlashqa ota-onalar bolasining boshqalar bilan aralashib o'tishiga qarshi turish bilan avvar bo'lishning o'rniga bolasining do'stlarini o'zlarining uyiga pat-pat chaqirib akilib bersa, bolasi uchun zo'r foydasi bo'ldi. 5. O'zingizning muhim ishlarini darajaga ayirib chiqishda do'stlaringiz sizga yordam qila oladi. Agar o'zingizga o'xshash kishilar bilan do'st bo'lishga moyil, o'zingizning muhim ishlarini darajaga ayirib chiqishda do'stingiz sizga yordam qila oladi. Kishilar o'ziga o'xshash kishilar bilan do'st bo'lishga moyil keldi. Bu har bir narsa o'ziga o'zi bilan o'xshash narsalarni tortidi degan o'ziga tortish qonuniyatiga mos keldi. Biz bundaq yo'lga osonla kirib qolgan bo'lg'achqa, o'zimizga o'xshamaydigan kishilar bilanmi do'st bo'lib, o'zimizning qobiliyat doirasini kengaytirish nihoyat muhim. Shunga siz do'stlar doirasini kengaytirib, yangi ko'z qarashlar bilan uchrashishga tirishing. 6. Do'stingiz sizning nihoyatli va texnik ko'p kishilar bilan do'st bo'lishingizga yordam qila oladi. Kishilar muomalasi yaxshi bo'lish va boshqalarga yordam qilishga amroq bo'lish jihatda tunilgan kishilarni hamda o'zini yaxshi ko'radigan kishilarni yaxshi ko'rdi. Agar siz yangi do'stlarni o'zingizga jalb qila oladigan kishilardan bo'lmoqchi bo'lgansiz, yuqoridagi sifatlar o'zingizning do'stlar guruhini shakllantirishingizga yordam qiladi. Do'stingizning soni ko'paygan sari sizning texnik ko'p kishilarni o'zingizga jalb qilishingiz osonlashib mangdi. 7. Yaqin do'stlaringiz yaxshi va yomon kunlarning hammasida sizni yo'laydi. Do'stlardan eng yaxshi foydalanish uchun yaqin do'stlaringizdan foydalanishga bakrak tirishing. Garchi sizning do'st tutishga amroq bo'lishingiz do'stingizning sonini ko'paytirishga foydali bo'lsa-mu, siz normal turmush kechirish uchun yuzlagan do'stlarga muhtoj bo'lmaysiz. Yeshingizning cho'ng'ishiga ergishib, do'stingizning sonini ozlatib, o'zingiz uchun eng muhim bo'lgan do'stlaringizga eng ko'p ahamiyat bering. 8. Do'stlar ba'zida sizning hayotingizni parokanda qilib o'tadi. Do'stlikning qorong'u tarafi bor. Agar munosabatingiz buzilgan, sizni eng yaxshi biladigan kishilar sizni eng kuchli darajada osiylik qila oladi. Do'stlar sizni avorchiliklarga yo'liqtira oladi. Agar do'stingiz yomon yoki ziyonli ishlarni qilsa, sizning undaq ishlarni billa qilish ehtimolligingiz yuqori bo'ldi. Masalan, bunun bir misali haraq ichadigan do'stlar. Siz ba'zi muhim ishlarga tutush qilganda do'stlaringiz sizga putlakashang bo'ladigan ishlarmi yuz beradi. Sizni umidsizlantirgan, sizga osiylik qilgan va sizga ruhiy besim paydo qilgan do'stlarga yo'q deyishni o'rganing. Shunda qilsangiz do'stlikning foydasini eng to'liq ko'ra olasiz. 9. Do'stingiz ko'p bo'lsa, yolg'izlik his qiladigan vaqtingiz oz bo'ladi. Bir odam uchun eng nachar ahvol do'stlari yo'q bo'lish. Yolg'izlikning dardi nihoyat yomon bo'lib, agar siz uzun muddat yolg'izlik his qilib turib yashasangiz, uning dardi texmo og'ir bo'ldi. Bu o'zingiz uchun bir to'p yaqin do'stlarni vujudga keltirish uchun maxsus vaqt, energiya, zehningizni isrof qilishingiz kerak ekanligining yana bir sababidir. 10. Sizning internetdagi do'stlaringiz sizning
tefekkürünüz bilen iş faaliyetlerinizni canlandırdı. Gerçi sizin internetteki dostlarınız normal dostlarınız bilen sübət cəhətdən farqlıq bolsumu, ular sizge yanıla təsir görsün. Ular sizin turmuşunuzni yöləb turğuchilarmı bulalaydı. İnternetteki dostlarınızmı sizge bazı parakendichilik tug'dirib beralaydı. Bulupmu dostlarınızın cidelleriga aralashib qalganda shundoq buldu. Agar Facebook'taki dostlarınız sizin turmuşunuzni kontrol qilib turib olmasa, siz keng doiralik dostlarınızdan ko'p foydaga erisha olasiz. 11. Mayli er bolsun yoki ayol bolsun, dostlar siz uchun to'liq muhim. Mayli er bolsun yoki ayol bolsun, sizin dostlarınızın hammasi sizin turmuşunuzga ta'sir ko'rsatish quvvatiga ega. Agar siz faqat erlardan yoki faqat ayollardanla do'stlik tutgansiz, yana bir jinslik do'stlardan keladigan manfaatlardan quruq qolsiz. 12. Er xotinlar bilan teng do'st bo'lish sizning er xotinlik munosabatingizga yordam qila oladi. Hayotdagi o'xshash ishlarni o'z beshidan o'tkazayotgan kishilar bir-biriga eng yaxshi yordam qila oladi. Şunlaşqa er xotinlarning ayrim do'stlari bor bo'lgandan boshqa har ikkilan uchun o'rtaq bo'lgan jup do'stlarmi bor bo'lganda texmi ko'p manfaat ola oladi. Masalan, yangidan farzandlik bo'lish, 10 necha yoshlik bolalarni tarbiyalash va cho'nglardan xabar elish qatarlıq ishlarda juftlik do'stlar bir-biriga yaqindan yordam qila oladi. Do'stlar xizmatdan keladigan besimlarni yengillatish jihatdami yordam qila oladi. Gerçi do'stlik munosabatingizni yaxshi saqlab mengiz sizdan bir qism vaqt talab qilsimi, sizning psixologiya jihatdan olgan foydangiz bilan selishtirganda do'stlar uchun to'lagan vaqt jihatdan badallar nihoyatimi arziydi.